bitmez tügmez mecburiyetidir. Ve Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi qaraydigan bolsak, Qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayrukum hayrukum li ehlihi ve ana hayrukum li ehli. Sizlerning işçilarda öz ehliga, sizlerning işçilarda en yaxshilaringlar öz ehliga en yaxshi bo'lgandir. Ya'ni men öz ehliga en yaxshi bo'lg'uvchilarning yaxshisiman. Deb bizlarga en güzel misal ilyapti. Bugun Sharq Turkiston uchun mazlum qarindoshlarimiz ig'ir musibat, ig'ir bir zulm ichida qilyapti. Ularga yaxshilik qilish, ularning haqqida haq, adolat, zulmga qarshi kurash otlanish har bir Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning üstündeki mas'uliyat ve mecburiyettir. Bizni o'yg'otgan narsa ve biz nima ish qila olamiz? Bizni o'yg'otgan narsa vatanparvarlik emas. Vatanparvarlik degan bek cho'ng mavzusi, bek ig'ir narsa. Vatanparvarlik tarix qaraydigan bo'lsak, Türkiye Cumhuriyeti qurilishining oldida 1918-yillarga qadar davomlashgan Çanakkale urushida milyonlagan şehitlarni bergan. O urushda hatta erler qanmağanlık sebebiyle jangda ölüp, yani şehit bulup. Hatta 11, 13, 14 yaşlı, 15 yaşlı ösmür balalar jangga qatnaştırılgan. Oylap baksak oldu ki, qandaq bir elde bir Kur'an tutarlıqday çok ahli qanmağan vaqtida endi balalarni şu jangga qatnaştırdı. Demek aş derece kan, can bedel üstüne. Yani oklar ve bombalar köp etilganligidan urushning dahshatligidan o'qlar bir-biriga kirishib ketgan. Bugungi Turkiyadagi tarixiy muslarga qaraydigan bo'lsak, buni faktlar o'z dalili bilan turibdi. Demak, vatan shunda qon, jon berish ustiga qurildi. Bedelsiz vatan qo'lga kelmaydi. Demak, bugungi dunyoning har qaysi joylaridagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarning o'ziga mas'uliyat, majburiyat bak ig'irdi. Sharq Turkistondagi 35 milyon Uyghur Müslüman halkı evveli ümmetine Allah'tan ondan kalsa muhaciret yaşayatan bazı Şerq Türkistanlıklarını kütmekte. Biz bu mesuliyet, bu mecburiyetten kışıp tutulanmayız. Evveli Allah'ın aldığı ondan kalsa vatan halkının aldığı bu mesuliyetten her vakit cevapkarlık tartılmaz. Demek halkımın şunda hitap kılmanım ki biz ahir kaham, yani ya ölüm ya körümdümüz. Yani Xitaylarning zulmü bizni ahirgi bir hanga kelib qo'ydi. Vatanimizni misol qilib aytadigan bo'lsak, oilalarimizgacha bizning ahli balchaqlarimiz, xotinlarimiz, bizning sharafimiz bo'lgan hemşirimiz, ota-onamiz, onlarimiz bor uylarga Xitaylarni yerlashtirdi. Hatto Kavkagidek erkaklarning birisini qoldirmadi va yaramli olim ulamolarimiz, siyosatchilarimiz kişilerimizden hemen türmeler solup şehit kılıp tutardı. Biz ig'ir bir musibet içinde yaşayotgan xalqmiz. Şunun bilan dünyanın har qaysi joylarida bor qarindoshimizning uyg'un ishini, Sharq Turkiston kurash yo'liga imkoniyatining yetganicha otilishini umid qilaman.